Assalomu alaykum. Bugun qahvaxona ochishdan oldin qilishingiz kerak bo'lgan 4 ta narsa haqida gaplashamiz. Aniqroq qilib aytganda, agar marketingni tushunsangiz, bugungi video 4P haqida bo'ladi. Product, price, place va promotion, ya'ni o'zbekchasiga mahsulot, narx, joy va reklama. Qahvaxona biznesida muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, bu 4 ta narsa katta rol o'ynaydi. Bu narsalarni maksimal ravishda yaxshi qilish nima uchun kerak? Doimiy mijozlar oqimini ta'minlash uchun, mijozni mamnun qilish uchun, qayta sotuv qilish uchun va eng asosiysi reklamaga kamroq byudjet sarflash uchun. Bu 4P bir-biriga ulangan narsalar. Agar mahsulotingiz zo'r bo'lsa, odamlar narxiga qaramasdan sotib oladi. Agar mahsulotingiz va narxingiz zo'r bo'lsa, shaharni chekkasida bo'lsangiz ham sizni izlab borishadi. Xuddi bochkaga mastava ichishga borgandek yoki menga o'xshab bitta shirinlik yeyish uchun yarim soat vaqtimni ajratib Tashkent City'ga probkada borganday. Va albatta, mahsulotingiz, narxingiz, joylashgan joyingiz zo'r bo'lsa, reklamaga shuncha kam pul ajratasiz. Eng ko'p uchraydigan 3 ta xato bor. Qahvaxona ochmoqchi bo'lganlarda narximni arzonroq qilib, raqobatchilarimni yengaman deb o'ylashadi. Qizlarni olib chiqib reklama qildiraman, bolalar hammasi menga keladi deb o'ylashadi. Bloger tanishim bor, reklama qilib beradi yoki o'zimni Instagramda palon ming obunachim bor, reklama qilaman, odam to'lib ketadi deydi. Yoki yana bir misol, anu blogerga reklama qildiraman, klientim to'lib ketadi deb o'ylashadi. Birinchisi, narxingiz arzon bo'lib, mahsulotingiz dabdala bo'lsa yoki lokatsiya yomon bo'lsa, hech kim sizga kelmaydi. Ikkinchisi, qizlarni olib chiqib reklama qildirganingiz sizga hech qanaqa yordam bermaydi. Maksimum berishi mumkin bo'lgan narsa bu ko'rishlar soni. Ular ham ko'pincha pul yo'q auditoriya bo'ladi. Uchinchisi, blogerga reklama berganingiz savdoyingizni qanchadir muddatgagina oshirib berishi mumkin. Mahsulotingiz dabdala bo'lsa, u mijozlar sizga qaytib kelmaydi. Mahsulot, narx, joy va reklama bular hammasi alohida katta mavzular. Agar bular haqida alohida video qilishimni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Videoning oxirida bitta kichkina bonus sifatida aytib o'taman. Ko'pchilik raqobatchilardan qanday ajralib turish haqida ko'p o'ylaydi va bu savolga javobni topishga qiynalishadi. Hozirgi bozorning holatida birgina servisni o'zi bilan juda ko'p raqobatchilaringizni yengishingiz mumkin. Chiroyli muomala va tez xizmat ko'rsatish ba'zan ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling va yangiliklardan xabardor bo'lib turishingiz uchun pastda Instagram sahifamni ham qoldiraman. Keyingi foydali videolar tezroq chiqishi uchun like bosishni unutmang.